Man Mirzo Ulug'bek mahallasini fuqarosi Bobomrodov Shokir. Ana shu Rossiyaga qiynalib yurgandim. Hurmatli raisimiz chaqirib shu ish boshlashdi, yo'lini o'rgatib, do'konchani ochdik. Ana xotinimga go'zallik saloni, o'zimga shu go'sht do'kon, meva-cheva. Xudoga shukr ana yuryapti. Allohga shukr. Ana raisimiz aytdilar, yordam kerak bo'lsa so'ra, ana kredit oldik, imtiyozli kredit. Yana shu mahsulotlarimizni kengaytirmoqchimiz, yana yordam so'raganimizda raisimiz amalda debdilar. Rahmat prezidentimizga, rahmat raisimizga, rahmat. Hozir necha xil go'sht sotilyapti bu yerda? Go'shtlar turlarini ayting. Mongol qo'y go'shti, Braziliya tili, indaudka, o'rdak, mesni go'shtlarimiz, marinovka, steakimiz, tovuq marinovkalarimiz, qo'y go'shtingiz ham bor, ha? Qo'y go'shtimiz ham bor. Qo'y go'shtingiz ham привозной qo'y go'shtlardan, ha? Ha, chetda arzon. Arzon qo'y go'shti, arzonlashtirilgan holatda go'shtlarimiz bor. Ha, Belarusya. Bu yerda o'rdaklaringiz, g'ozlar bor ekan, ha? G'oz, o'rdak. Celый o'rdak go'shtlarimiz. O'rdak akarachkilarimiz. Omadini bersan, shu do'konchangizni yanada rivojlantirish uchun biz mahalla xodimlari har doim sizni xizmatingizda. Do'konchani kengaytirish mablag'lar kerak bo'lsa, imtiyozli kreditlarimiz bor. Yana davom ettirib shu do'konchangizni yuriting. Biz xursandmiz. Shunday bir do'konchani, ana oziq-ovqat mahsulotlari, meva-chevalar bor, go'shtlaringiz bor. Shu ishlaringizga omad. Bizga ana hozir murojaat qilgansiz, yana kredit masalasini hozir ko'rib chiqamiz. Sizga yana doполнительный o'sha davomiy kreditni ajratishga harakat qilamiz. Xarajat ham beramiz. Hozir ana Shokirjon, siz ana shu do'konchani ochdingiz. Mahallamiz hududida shunday do'konchani ochganingizda xalqimiz, sherda yashaydigan aholi bozorga borib, go'shtlarni olib kelardi. Hozir ana shu yerdan olyapti, yo'li ham bir qadam yaqin bo'ldi, vaqti ham tejaldi. Ana kartoshka deysiz, poliz mahsulotlar deysiz, hamma narsamiz bor, pomidorlar bor, ana bodringlar bor, baklajonlarimiz bor, har xil necha bor, 8-9 xildagi poliz mahsulotlarni keltiribsiz. Yanada shuni kengaytiring, yanada xalqimiz sizga ko'proq bu yerdan kirib sizdan xarid qilaversin, qulayliklarni yaratamiz bu yerda, ularga kelib xarid qilishlari uchun shu do'konchangizni rivojlantirishga biz ham o'zimiz ham hissamizni qo'shamiz sizga. Mahalla xodimlari siz bilan birga. Men Abdurahmon Aziza, Qo'g'on shahar Mirzo Ulug'bek mahallasida istiqomat qilaman. Vaqtincha ishsizligim sababli mahallamizdagi xotin-qizlar faoliga uchrashdim. U kishi meni ayollar daftariga ro'yxatga oldilar va hokim yordamchisiga yo'lladilar. Hokim yordamchisi Xalq bankidan menga imtiyozli kredit olishga yordam berdilar. Hozirda tadbirkorligimni boshladim. Go'zallik salonim bor. U yerda manfaatli oilamga yordam berib kelyapman. Tadbirkorlarga shunday shart-sharoitlar yaratib berganlari uchun davlatimiz rahbariga, yurtboshimizga katta rahmat.